Amerikaga ketsa ham 3 oy 4 oy ketib qolasizda. Keyin mana ota farzandli bo'lganingizdan keyin hozir uyga boraman, uyga ketasiz, hozir o'g'lim yoki qizim qachon kelasiz deydi. Uyga bordim sirada, ketmaysizmi deydi. Sirada kelmasdan ketmaysiz. Ketmaysizmi deydi. Siz ketsangiz yig'inlar boshqalar 1-2 oy, 3 oy. Mana shunaqa agar bizda kruglый gод shunday bo'ladi, ba'zamiz bor Angrenda 2 hafta u yerda 4 kunga uyga borasiz. 4 kundan keyin qaytib kelasiz. Endi musobaqa kattaroq musobaqa bo'lsa, endi bizda ham masalan noyabr hozir sezon. Noyabr, oktyabr, noyabr zo'r musobaqalarni faqat shunaqa paytga qo'yadi. Noyabrga qo'yadi. Ha, shunaqa katta musobaqalarda u paytda siz 3 oy oldin boshlaysiz. 1 hafta uyda bo'lsangiz 2 hafta ba'zida, yana 1 hafta uyga, 3-4 kunga ba'zida. Agar musobaqa bo'lsa, oxirgi 3 ta etapga bo'linadi. Oxirgi etap bo'lsa 2 hafta tog'da ba'zamizda, undan nari yana 2 haftaga musobaqaga ketasiz. Ko'proq safarda o'tadi-da. Umringiz oiladan tashqarida o'targanda ko'pi.